Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan turk tilidagi eng ko'p ishlatiladigan 20 ta so'zni o'rgataman va o'zbekcha izohlarni ham berib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi so'zimiz merhaba, ya'ni salom. Do'stona salomlashishda ishlatiladi. Ikkinchi so'zimiz esa evet. Bu ijobiy javob berishda ha degan ma'noni bildiradi. Hayır, yo'q, ya'ni rad javobi uchun ishlatiladi. Teşekkür ederim. Minnatdorchilik bildirish uchun rahmat degan ma'noda ishlatiladi. Lutfan, ya'ni iltimos, kamtarona so'rov qilish uchun tamam, bo'ldi, xo'p, kelishuvni bildiradi bu. Affedersiniz, kechirasiz, uzr so'rashda yoki e'tibor jalb qilishda ishlatiladi. Günaydin, xayrli tong, tongga salomlashuv. İyi akşamlar, xayrli kech, kechqurunga salomlashishda va buni ko'pchilik farqiga bormaydi. İyi kechalar bu xayrli tun, uyqudan avval aytiladigan so'z. Nasılsın, qalaysiz? Norasmiy holatda so'raladi. Ben iyiyim, men yaxshiman, qalaysiz degan savolga javob uchun. Ne yapıyorsun? Nima qilyapsan? Suhbat ochishda ishlatiladigan so'zlardan biri va evet biliyorum, ha bilaman, o'z fikrini tasdiqlash uchun. Hayır, bilmiyorum, yo'q bilmayman, rad qilish yoki bilmaslikni bildiradi. Görüşürüz, ko'rishguncha xayrlashishda aytiladigan so'zlardan biri bu. Hoş geldiniz, hoş kelibsiz, kimnidir iliq kutib olish uchun ishlatiladi. Hoşça kal, xayr, omad bilan qoling, xayrlashishda ishlatiladi bu ham. Tamamdir, albatta, juda yaxshi, biror ish bitganini bildiradi. Harika, zo'r, ajoyib, hayrat va maqtov ifodasi. Siz bu so'zlardan qaysi birlarini bilardingiz? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Kanaldagi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'ling, kommentariya yozing va like bosing. Keyingi darslarda ko'rishguncha, görüşürüz.